Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, aziz vohadoshlar. Sizlar bilan Surxondaryo telekanalida Shifo istab ko'rsatuvi yana xonadoningiz mehmoni. Biz har doimgidek sizlar uchun eng qiziqarli, foydali va kerakli ma'lumotlar to'g'risida bugun yana suhbatlashamiz. Umuman olganda inson hayoti uchun eng muhim holatlar, jarayonlardan biri bu farzandli bo'lish. Umuman olganda farzandli bo'lish juda ham ko'p mashaqqatli, vaqt talab etadigan va turli xildagi kasalliklar bilan yonma-yon yuradigan holat hisoblanadi. Umuman olganda shundan kelib chiqqan holatda homiladorlikni to'g'ri rejalashtirish, homiladorlikda yuzaga keladigan turli xildagi belgilar va o'sha belgilarni biz oldini olgan holatda normal to'g'ri amalga oshirish, shu to'g'risida bugun siz aziz teletomoshabinlar bilan suhbatlashamiz. Agarda mavzu yuzasidan o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, ekranlaringizda ko'rinib turgan rasmiy ijtimoiy tarmoq sahifalarimizga yo'llashingiz mumkin. Bizda bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni sizlar bilan tanishtirib o'tsak, Bakumov Xolyor Alekseyevich, ginekolog, reproduktolog, oliy toifali shifokorimiz bugun ko'rsatuvimiz mehmoni. Avvalambor assalomu alaykum Xolyor aka. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Sizni ko'rib turganimizdan benihoya xursandmiz. Rahmat. Umuman olganda so'zim boshida ta'kidlab o'tdim. Homiladorlik bu inson hayoti uchun yangi bosqich, yangi holat, ona organizmi uchun esa yangi, unday tushuntirsak, yangi jism, yangi tana, umuman olganda tibbiy nuqtai nazaridan qarasak, yot jism. Bu narsaga inson organizmi moslash uchun vaqtlar talab etadi, turli xildagi reaksiyalar bilan javob qaytaradi. Umuman olganda avvalambor homiladorlik haqida umumiy tushunchalaringiz bilan o'rtoqlashingiz, shundan keyin biz kelishib o'tgan mavzumiz to'g'risida ma'lumotlarni bizni kuzatib turgan teletomoshabinlarga yetkazamiz. Marhamat. Rahmat. Ana homiladorlik ayol turmush qurgandan keyin ma'lum bir vaqtdan keyin u homilador bo'ladi. Homiladorlik davrida 9 oy 9 kun ana shu homiladorlikni ko'tarib va to'liq jarayon bo'lishi kerak. Homiladorlikni 9 oy ko'tarish davrida o'zgarishlar bo'ladi va bu o'zgarishlarni bilish kerak. Buning uchun 137-buyruq asosida poliklinikalarda onalar maktabi tashkil qilingan va bu bo'yicha to'liqqacha homiladorlar kuzatiladi va ularga mana shu har xil homiladorlik xavfli belgilari haqida tushunchalar berib boriladi. Mana shu hozir biz homiladorlik bu me'yoriy holat va patologik holat o'rtasidagi chegara desak ham bo'ladi. Agar hamma narsa sog'lom ayol bo'lsa, homiladorlik va to'liq normal me'yor kechadi. Agar kasalmand ayollarda albatta homiladorlik paytida asoratlar bo'lishi mumkin yoki to'liq paytda asoratlar bo'lishi mumkin. Bu asoratlarning eng yomoni og'ir mudhish holatlar ham sodir bo'lishi mumkin. Bu narsalar sodir bo'lmasligi uchun mana shu tibbiyot xodimlari mana shu aholining tibbiy bilimini oshirish orqali yoki homilador ayollar tibbiy bilimini oshirish orqali mana shu asoratlarni kech aniqlanmay erta aniqlansa davolash oldini olish choralari bo'ladi. Agar bu narsalarni bilmagan holda kechikib ketadigan bo'lsa, mana shu belgilar, homiladorlik xavfli belgilari haqida gaplashadigan bo'lsak, homiladorlik xavfli belgilarini bilmagan holda kech murojaat qiladigan bo'lsa, masalan, to'liq komplekslarda unday paytlarda hattoki ayolning hayotini saqlab qolishga doktorlar kuchi yetmay qolishi mumkin. Bu belgilarni aytadigan bo'lsak, bu homiladorlik xavfli belgilarini hamma homiladorlar bilish kerak. Bu birinchi 2-3 ta kasallik borki, bu homiladorlikni og'ir asoratlari hayotini mudhish hodisa bilan yakunlanishiga sabab bo'ladigan kasalliklar. Bulardan birinchisini gapiradigan bo'lsak, bu preeklamsiya, uning yengil va og'ir darajasi bo'ladi. Preeklamsiya kasalligi mana shu onalarning bevaqt mana homiladorlik va to'liq paytda bevaqt olamdan o'tishining keltirib chiqaradigan eng bitta sabab bo'ladigan kasalliklardan biri hisoblanadi. Agar biz oddiy preeklamsiya kasalligi va uning asoratlari haqida aholimizda tushuncha bo'ladigan bo'lsa, oddiy mana appendisit deydi, ko'rchak deydi. Shundan hozir odamlar juda kamdan kam asorat bilan og'ir holatlar uchraydi. Xuddi shunday buni ham odamlarimiz ertaroq aniqlab, ertaroq chorasini olish orqali mana shu preeklamsiya kasalligidan og'ir holatlar kelib chiqishi olinadi. Preeklamsiya kasalligining homiladorlikning mana 3
3 oyligida deyiladi, 7 oylikdan keyin uchraydi. 3 ta belgisi bo'ladi, shish bo'ladi, qon bosimi oshadi va siydikda oqsil paydo bo'ladi. Hech qanday turmushga chiqquncha 20 yoshgacha sog'lom ayol ham turmushga chiqqandan keyin, homilador bo'lgandan keyin u hech qanday kasallik bo'lmagan taqdirda ham unda preeklamsiya kelib chiqishi mumkin. Preeklamsiyada kelib chiqishiga bola onaga yoqmaganidan kelib chiqadi. Shuning uchun buni masalan aholimizda noto'g'ri tushunib, mana oyoqlashib, nima qilsa qoni kam yo bo'lmasa buyrakdan shishyapti desa, mana qaynonalar tushunmasdan bu qizligida davolatib keyin turmushga bermagan ekan, kasalmand qizni turmushga bergan ekan degan tushunchalar bor. Lekin aslida bu sog'lom ayol 20-25 yoshga kirdi, turmushga chiqdi va homiladorlik tufayli ba'zi paytlarda mana shu preeklamsiya holatlar kasalligi uchraydi. Bu ona bolaga yoqmaganidan kelib chiqadi. Buni 3 ta belgisi bor, yana aytganimdek, shish bo'ladi, qon bosimi oshadi va siydikda oqsil paydo bo'ladi. Lekin eng bir qiziqarli tomoni shundaki, hattoki davleniyasi 200 ga chiqqan bo'lsa ham ayol o'z oyog'i bilan tug'ruqxonaga kirib keladi va shunda e'tirozlar bo'ladiki, mana tug'ruqxonaga o'z oyog'i bilan kirib kelgan edi-ku deb. Lekin aslida bu hamma joy shishgan sabablardan bittasi, eng yomon asoratlardan bitta bularda mana shu buyrak faoliyati buzilgan bo'ladi. Og'ir holatlarda buyrak ishlamay qolishi mumkin. Preeklamsiyaning bir yomon asorati mana shu mudhish hodisaga sodir bo'lishiga sabab bo'ladi. Yana bitta holati bu eklamsiya talvasasi xuruji deyiladi. Eklamsiya talvasa xuruji xuddi tutqanoq talvasasi xurujiga o'xshagan ayollarda homiladorlik paytida tutadi. Bu 20-25 yoshgacha sog'lom bo'lgan ayol turmushga chiqdi va unda preeklamsiya paydo bo'ldi. Ungacha hech qanday bu tutqanoq bo'lmagan, boshqa bo'lmagan. Butun tanada shish bo'lganday, miyada ham shish bo'ladi. Shuning oqibatida eklamsiya talvasa xurujiga uchraydi va bu shunday xurujki, buni tezlikda yordam ko'rsatmasa, bu qaytarillanaveradi va miyaning mana shu shish ko'payish oqibatida komaga tushib, qayta uyg'onmaslik holatlari ham 3-4 marta qanchalik ko'p qaytarilsa, masalan radonga olib borib, birinchi yordam ko'rsatguncha qancha masalan tez yordamda, uyda, boshqa holatlarda shunday qaytarilsa, bu og'ir asoratlar olib keladi. Demak, mana shunday asoratlar bo'lganligi uchun preeklamsiya kasalligi yana bitta asorati, bu preeklamsiya bo'lgan ayollarda qon tomirlarida qon aylanishi yaxshi bo'lmaganligi, boshqa sabablar tufayli yo'ldosh vaqtdan oldin ko'chib ketadi. Yo'ldosh vaqtdan oldin ko'chishi bu qon ketish degani, o'zi preeklamsiya kasalligida qon aylanishi yaxshi bo'lmagan, undan tashqari qon yo'qotish qo'shimcha bo'lgandan keyin buyrak yaxshi ishlamay turgan bo'ladi. Hammasi qo'shilib bu mana shu og'ir ahvolga mana shu doktorlarni yordam bera olmay qoladigan holatlariga olib kelishi mumkin. Mana shuning uchun preeklamsiya kasalligining 7 ta belgisini homiladorlik xavfli belgilariga kirgizgan. Mana bulardan birinchisi, agar tanada shish ko'paysa, bu xavfli belgi. Bunday holatda siz doktorga murojaat qilishingiz kerak deb aytiladi. Yoki bo'lmasa eklamsiya xuruji tutishdan oldin oshqozon sohalarida hipergastral sohada og'riq bo'ladi. Hipergastral sohada og'riq bo'lsa, siz doktorga murojaat qilishingiz kerak. Uyda o'tirmang degan. Yoki yana bitta belgisi bor. Sutkalik siydik 400 gramdan kamaysa, doktorga murojaat qilishingiz kerak deydi. Demak, bu 400 gramdan degani, mana bu preeklamsiya kasalligida oyoqlarda butun tanada shish bo'layotganda siydikning miqdorini har kun o'lchab turmasa, bu yurakda masalan hech qanday joyi bezotaqa bir joy og'rimagan taqdirda ham yurak ishlamay qolishi mumkin. Shuning uchun har kunlik siydigi 400 gramdan kamaymasligini nazorat qilish kerak. 400 gramdan kamaydimi, tezlikda yordam olmasa, bunda buyrak ishlamay qolish asorati kelib chiqishi mumkin. Demak, preeklamsiyada bundan tashqari bosh og'rig'i ham eklamsiya xuruji tutishdan oldingi belgilardan hisoblanadi. Endi bosh og'rig'i aynan qaysi holatda ko'p, qaysi trimestrda yoki qaysi jarayonda ko'p bo'ladi? Endi agar yana aytganimdek 3 ta belgisi bo'lsa, ayolda oyoqlashayotgan bo'lsa, davlat chiqib tushib turgan bo'lsa-yu, ayolda boshim og'ridi deydi, lekin bitta tremolicheng uylar ishini qilib yuradi, keyin uyda yiqilib qoladi, eklamsiya xuruji tutib, talvasa tutadi. Keyin skori keladi. Skori olib borguncha yo'lda yana bir marta talvasa tutadi. Radom kirgizganda yana bir marta talvasa tutadi. Xullas, ayol keyin
uni doktorlar hayotini saqlab qolishga qurbi yetmay qoladi, hattoki professor akademik bo'lsa ham. Shuning uchun bu boshi og'ridimi homilador ayol, shishi bormi? Bu xavfli belgi. U xavfli belgi degan so'zning ma'nosi tezlikda yordam olmasangiz siz o'lishingiz mumkin degan ma'no keltirib chiqaradi. Shuning uchun preeklamsiya kasallarda bosh og'ridi, epigastral sohada og'ridi, bu xavfli belgidir. Sababi endi eklansiya xuruji tutadi degan. Lekin 400 gram buyrakda siydik miqdori tutgan 400 gramdan kamayib ketsa tezroq bor degani biz mana hayotda ko'rdik. Hattoki bir kun siymagan ayol doktorga borishni o'rniga to'yga ketgan. Bunga nima deysiz? Bu degani bir kun siymasa ham hech narsa qilmaydi ekan degan fikr bor odamlarda. Men hamma joyim shishyapti, siydigimni o'lchashim kerak. Agar siydigimda 400 gramdan kam bo'lsa, men tezroq yordam olish uchun tug'ruqxonaga borishim kerak degan fikr yo'q. Sababi bilim tug'ma bo'lmaydi. U ortilgan kimdir olimlar maktabida yoki mana shunday ko'rsatuvlarda aholiga bilim berish kerakki, bu xavfli belgilar shunday belgilarki, bu tezroq yordam olishga bormasangiz, sizni hayotingizni keyin doktorlar saqlab qola olmaydi degan belgi hisoblanadi. Endi keling, aynan Nolar aka, umuman so'z boshida ta'kidlab o'tib ketdingiz. Aynan qaror borligi, ularni ro'yxatga qo'yish, ularni keyin kuzatish, ularni nazorat to'g'risida. Umuman olganda o'sha jarayon bizda qanchalik tashkil etilgan, ko'p holatlarda kuzatamiz. Homilador ayol farzandli bo'lishdan oldin unga yoki farzandli bo'lgandan keyin yo'llanmalar keladi. Ayrimlarda bo'ladi 7-8 oyga ro'yxatga olinadi. Har narsa birinchisini ro'yxatga oldirdim, tushib qoladi. Ikkinchisini ro'yxatga oldirishimni uydagilar xohlamadi degan vajlarni ko'ramiz. Va ayrim holatlarda shunday holat bo'ladi, o'lim bilan tugaydi, lekin keyin uni ambulator kartasini kuzatganimizda unda homiladorlik ro'yxatga olinmagan bo'ladi. Bunday jarayonlarga qanday? Bunday jarayonlarda biz nima yechim qilishimiz kerak? O'zi umuman olganda qancha muddatda qo'yish homilador ro'yxatda muhim ahamiyat kasb etadi va qancha muddatda qanday tekshiruvlardan o'tib turish shart va zarur. Bu narsa juda ham muhim, chunki eng elementar narsaga e'tibor qilmasak, oddiy shu narsaga e'tibor qilmagan odam albatta preeklamsiya va eklamsiya haqida o'ylashimiz menimcha noto'g'ri bo'lsa kerak. Nima dedingiz? To'g'ri savol berdingiz. Ana bizni poliklinikalarımizda yo bo'lmasa umumiy amaliyot shifoxonalarimizda umumiy amaliyot shifokorlari homiladorlarda antinatal himoyasi, ya'ni homiladorlik davrida kuzatish bilan shug'ullanish kerak. Bu 7 marta to'g'ri homilador bo'lguncha ko'rikka keladi homiladorlar va 8-marta tug'ruqdan keyin ko'rinadi. Mana shu 1-marta kelganda har xil mana OIV infeksiyasi, ERVga boshqa analizlar qildiriladi. Lekin kelishda, nazoratga turishda, erta nazoratga olishdan maqsad shu, agar mutlaq tug'ish mumkin bo'lmagan ayol bo'lsa, shuni homiladorlikni davom ettirish yoki davom ettirmaslik haqidagi xulosani berish uchun ham erta 12 haftagacha nazoratda turing degan tavsiya qilinadi. Bu narsa nogironlikni kamaytirishga ham hissa qo'shishi mumkin. Nogironlikni kamaytirish ham onani masalan shunday holatlar sahrni diabet bilan homilador bo'lgisi kelishi mumkin yoki yurak parogi bilan homilador bo'lishi mumkin. Homilador bo'lishni xohlashi mumkin. Demak, mana shu har qanday kasallik bor yo'qligini tekshirib, shu homiladorlikni ko'tariladimi yo'qmi shuni bilish maqsadida erta muddatda aniqlasa, erta muddatda homiladorlik bartaraf qilish ham oson bo'ladi. Bu bir tomoni. Lekin eng achinarli tomoni shundaki, biz mana shu umumiy amaliyot shifokorlari tomonidan oddiy homiladorlik uy kartasi homiladorlarning qo'liga berilish masalasini yana qayta tanqidiy nazarda ko'rib chiqishimiz kerak. Uni homiladorlik uy kartasida yozilgan bo'ladi homiladorlik xavfli belgilari va bu bo'yicha keyin onalar maktabida ularga dars berilishi kerak. Lekin mana shu narsani to'g'ri hayotda unchalik agar bu narsa yaxshi tizim yo'lga qo'yilgan bo'lsa, albatta mana shu preeklamsiya bilan yoki yo'ldosh vaqtida oldin ko'chish yo boshqa asoratlar bilan onalar o'limi ancha kam bo'lgan bo'lardi. Lekin mana shu muammolar bo'lganligi uchun biz mana bu yerda tilzida ko'rsatuv qilishimizdan maqsad mana shu narsalarni oldini olish bo'yicha odamlar tibbiy bilimini oshirish. Onalar maktabida o'rgatilishi kerak bu narsa. Lekin bizda onalar maktabini yo'lga qo'yish bo'yicha ma'lum bir qandaydir muammolar bor. Chunki mana Sovet davrida boshdan kechirganmiz tibbiy xizmat mustaqil bo'lgandan keyin mana reformalar bo'lyapti.
boshqa bo'lyapti. Lekin mana shu narsaga e'tiborni juda ham qaratish kerakki, homiladorlikning xavfli belgilarini har bir tibbiyot xodimi, har bir ayol bilishi kerak va shundagina tug'ruqxonaga kech murojaat qilish bo'lmaydi va shundagina tug'ruqxonadagi doktorlar ayollarning hayotini saqlab qola oladi. Agar kech murojaat qiladigan bo'lsa, masalan, 2-3 marta eklamsiya xurujidan keyin kelsa, uyg'onmaydi, komaga tushib. Yoki bo'lmasa, yo'llash vaqtidan ko'chib ketsa-yu, uni ko'p qon yo'qotgan bo'lsa, unday paytda ham qon ivish tizimlari buzilishi oqibatida uni saqlab qolish qiyin bo'ladi. Mana endi ikkinchi xavfli belgi to'g'risida, mana shu kasallik to'g'risida yozilgan, bu albatta yo'llash vaqti oldin ko'chishi haqida gapirmoqchiman. Buni ham 3 ta belgisi bo'ladi. Birinchisi kuchli og'riq bo'ladi bachadon sohasida. Og'riqni dard og'rig'idan farqi shundaki, dardda qo'yib yuborib, kelib qo'yib yuborib bir og'riq keladi sifatga, ikkinchi ozroq vaqt bo'lmaydi. Yo'llash vaqti oldin kechganda doimiy og'riq bo'ladi. Bitta belgi. Demak, sizda bachadoningizda doim og'riq bo'lsa, bu xavfli belgi. Siz raddomga borishingiz kerak deb yozib qo'yibdi shu homiladorlar uy kartasida. Ikkinchi belgisi bachadon doimiy tonusda bo'ladi. Ya'ni ayolni bachadoni dard kelganda tonusda bo'lib, qattiq bo'ladi, tonusiga qattiq bo'ladi, dard yo'q payt bo'shashadi. Lekin yo'ldosh ko'chganda, vaqti oldin ko'chganda doimiy qattiq bo'ladi. Buni bilish uchun doktorlar hech bo'lmasa 2 minut vaqtini qizg'atmay ayolni bachadonini ushlab 2 minut 3 minut kutib turish kerak. 2 minut 3 minutda ham hech qanday bo'shashmasa, demak bu yerda yo'llash vaqtidan oldin ko'chishi deb tashxis qo'yishi. Ikkinchi belgisi doimiy tonusda bo'lishi va bola qimillamay qolsa, bu xavfli belgi. Tezlikda shifoxonaga bor deb yozilgan u yerda. Bu ham yo'llash vaqtidan oldin ko'chganning belgisi. Yo'llash vaqtidan oldin ko'chgandan keyin bolaga qon bormaydi, bola o'lib qoladi ichida. O'lgan bola albatta qimillamaydi. Demak, yo'llash vaqtidan oldin ko'chishi, agar qirrasidan ko'chib tashqariga qon chiqsa, aholimiz qon ketsa xavfli ekanligini biladi va tezlikda shifoxonaga boradi. Lekin shunday turlar uchraydiki, yo'ldosh yuqorida bo'lgani uchun yo'llash vaqtidan oldin ko'chib ketsa, ichkarida qon to'planadi, lekin tashqariga qon chiqmaydi. Bunday paytlarda ayol o'zi, meni yo'ldoshim ko'chib ketdi, chunki menda xavfli belgili bo'lyapti. Mana doimiy tonusda bachadonim. Bolam qimillayapti. Undan tashqari qattiq og'riq bo'lyapti. Men tezroq raddomga bormasam bo'lmaydi degan fikr bo'lmaydi. Sababi u ayollar bu homiladorlik paytidagi mana shunday mudhish holatlar bu ijtimoiy ko'rsatkichlar hisoblanadi. Sababi mana shu homilador ayol borsam bansaga dori yozib bersa, erimda puli yo'q, keyin doriga pul yo'q degan mana shu andisha bilan uyda o'tirishi mumkin va hech iloj bo'lmaganda oxiri borganda u kech bo'lishi mumkin. Kech bo'lganda unga qon boshqa masalalar tufayli buni doktorlar hayotini saqlab qola olmay qolishi mumkin. Sababi bu mana shu kech kelgandan keyin hattoki Toshkentda, Moskvada katta professor akademiklar boshida turib, 10 talab doktor boshida tursa ham kech bo'lgandan keyin uni saqlab qola olmaydi. Shuning uchun mana shu homiladorlik xavfli belgilari haqida g'oyani bu Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining standartlari bo'yicha O'zbekistonga kirib kelgan va buni buyruq qilib 137-buyruq qilib O'zbekistonga tarqatilgan, lekin bu g'oya yaxshi hali ishga yurishib ketgani yo'q. Sababi buni mohiyatiga yetishimiz kerakki, biz homiladorlik xavfli belgilarini har bir ayollar bilishi kerak, hattoki doktorlar ham bilishi kerak va shundagina biz kech kelishni oldini olamiz. Masalan, hayotda shunday ko'rganmiz. Mana shu yo'llash vaqti oldin ko'chib ketganda shifoxonada akusher-ginekolog tashxis qo'yilmagan. Sababi tashqariga qon chiqmaganligi uchun yo'llash vaqtidan oldin ko'chgan degan xayolida yo'q. Ha desa, bolasi ichida o'lib qolgan, nima qilamiz, tug'diramizmi, bu qilamiz. Ha bu bolasi ichida o'lib qolgan degani yo'llash ko'chib ketganmi degan fikrni birdan xayolga keltirish kerak. Yo'llash ko'chmagan paytlar ham bo'ladi, lekin yo'llash ko'chib ketsa, tezlikda yordam qilib bunga qon preparatlari kerak bo'ladi. Ba'zi paytlarda ancha, masalan 12 soatdan oshib ketgan bo'lsa, qonlar bachonga shimilib ketganligi, mana matka kuvler deyiladi. Operatsiya paytida bachon olib tashlashga to'g'ri keladi. Lekin mana shunday raddomlar bor. Mana shunday
holatlarda bachadonni olib tashlab qon to'xtatib qon quyib ayol hayotini saqlab qoladigan brigadasi yo'q bo'lgan roddomlar bor. Demak, mana shunday holatlarda, mana shu ba'zi rayonlarda mana shu holatlar juda ko'p qayta takrorlanishiga sabab bo'ladi. Rahmat. Endi keling, umuman olganda men bu savolni berishim ayni vaqtning eng dolzarb jarayoni avvalgi yoshlarga nisbatan hozirgi kunda turmush qurish yoshi ancha yoshardi. Buning natijasida xohlaymizmi yo'qmi, o'sha ayol organizmi homilador bo'lishga, farzandli bo'lishga tayyor bo'lmaydi. Va ularda o'sha birlamchi kasalliklar, siydik yo'l infeksiyasi yoki homilaning rivojlanmay qolishi, onalarning o'zi hali farzandli bo'lishga tayyor bo'lmasligi natijasida farzand ona vujudida farzand yuzaga kelgandan keyin, vujudga kelgandan keyin unga nisbatan qara olmaslik yoki uni parvarish qila olmaslik jarayonlari yuzaga kelib, siz yuqorida sanayotgan holatlar juda ko'p uchramoqda. Bunday jarayonlarga qanday qaraysiz? Endi haqiqatan bu jarayonlar juda ko'p uchramaydi-yu, kam uchraydi, lekin uchraganda tezlashtirib yordam ko'rsatadigan brigadalar bo'lishi kerak. Lekin menga afsuski mana shu narsalarga juda katta e'tibor qilish kerak. Siz to'g'ri savol berdingiz. Demak, har xil mana siydik yo'l infeksiyalari, boshqa infeksiyalarni vaqtida davolanmaslik oqibatida mana homiladorlarda ba'zan qog'onoq suv ketib qoladi. Qog'onoq suv ketgandan keyin qog'onoq suv bu ishqorli muhit, qinda kislotali muhit, infeksiya yuqoriga ko'tarilib, xorin amnionit degan kasallik bor. To'g'ri operatsiya bo'lsa, undan keyin bachadon operatsiyadan keyin bachadon yiringlashi mumkin. Demak, bu keyingi kasallik haqida mana shu onalarning xavfli holatiga olib keladigan kasalliklardan bittasi bu albatta sepsis kasalligi hisoblanadi. Sepsis kasalligi bilan ham bu ayol sepsisga uchraganda uni hayotini doktorlar saqlab qola olmasligi mumkin. Lekin uni oldin olsa bo'lardi. Masalan, tana haroratini ko'tarilishini homiladorlik xavfli belgisi qilib ko'rsatib qo'yibdi. Sababi tana harorati ko'tarildimi, tezlikda shifoxonaga bor. Uyda o'tirma, 3 kun 4 kunlab isitma qilib, uyda davolar olib, uyda o'tirmang. Tana harorati ko'tarildimi, tezlikda shifoxonaga boring degan belgi hisoblanadi. Demak, sepsis shunday kasallikki, bu butun tanaga yiring tarqalgandan keyin arterial давление tushib ketadi. Davleniyani ko'taradigan har qanday ukol qilgan bilan ham bu davleniyasi ko'tarilmaydi. Demak, buni oldini olish uchun nima qilish kerak? Isitmasi qildimi, doktorga borish kerak. Doktorlar chorasini ko'radi, lechina qiladi. Agar lozim bo'lsa, bachadon yiringlagan bo'lsa, ayolning hayotini saqlab qolish uchun bachadonni olib tashlashligi mumkin. Yoki bo'lmasa, homiladorlik paytida immunitet past bo'ladi. Masalan, tishi yiringlashidan ham sepsis bo'lishi mumkin. Shunday holatni biz eshitganmiz. Demak, tish doktorlar ham tishi kasal bo'lsa, homiladorlikda davolash mumkinmi, mumkin emasmi deb ikkilanadi. Yiringlagan har qanday jarayonda homiladorlikda davolash kerak. Chunki u bachadon bo'ladimi, tish bo'ladimi, boshqa sohada yiringlash, buyrakda yiringlash bo'ladimi, u sepsis holatiga tushishi va sepsisdan hayotini saqlab qolmaslik mumkin bo'lgan bu belgi, bu tana harorati ko'tarildimi, bu xavfli belgi. Bunday paytda siz shifoxonaga boring degan narsani keltirib chiqaradi. Yana bitta xavfli belgilardan bu gepatoz kasalligi hisoblanadi. Homiladorlarda mana shu preklamsiya bilan ko'pincha qo'shilib keladi. Alohida kelishi ham mumkin. Homiladorlikning mana shu 9-oylarida ayolda sarg'ayib boshlasa, buni bizda sarg'ish kasal bo'ldi deb infeksionga yotqizish holatlari ham bo'lgan. Infeksionni ham tekshirib ko'rayotgan sarg'ayibdi deb. Unda gepatoz shunday kasallikki, bola yoqmagandan preklamsiya kelib chiqqanday, bola yoqmaganda gepatoz kelib chiqadi va tezlikda bolani olmasa, u ayolni mana shu jigar buyrak yetishmovchiligi olib kelib og'ir ahvolga solib qo'yishi mumkin. Shuning uchun xavfli belgilardan yana bittasi bu tanada, yuzlarda sarg'ayishlar bo'lsa, bu xavfli belgi. Uyda homilador ayol sarg'ayib ketyapti-yu, bansaga bormay uyda o'tirmasin, uyga tezlikda shifoxonaga borib kerakli yordamni olsin degan bu xavfli belgilar haqida onalar maktabida doktorlar homiladorlarni o'rgatish kerak. Sababi mana shu narsalarni bilmaganligi oqibatida ayollar kech tug'ruqxonaga murojaat qiladi va kech murojaat qilish oqibatida bularning hayotini saqlab qolishda imkoni bo'lmay qoladi. Mana shu narsalarni
bu narsa bilish bu tug'ma bo'lmaydi. Kimdir o'rgatish kerak, doktor o'rgatish kerak, mestra, patronaj, doyalar o'rgatish kerak. Uning uchun mestra, doya, patronaj, umumiy amaliyot shifokorlari mana shu homiladorlik xavfli belgilari haqida tushunchaga ega bo'lish kerak. 137-buyruq Sog'liqni saqlash vazirligining buyrug'i homiladorlik antinatal himoyasi to'g'risidagi hamma tavsiyalarga rioya qilish kerak. Chunki bu narsalarni Jahon sog'liqni saqlash tashkilotidagi ekspertlar ishlab chiqqan. Agar bu narsalarga hammasiga rioya qilinadigan bo'lsa, bizni viloyatimizda masalan umuman mana shu onalar o'limini 90% gacha oldini olsa bo'ladi. Hozirgi aynan ko'p kuzatamiz. Onani qoni plus musbat, otani qoni minus yoki teskarisi. Bunday holatlarda bolani qoni plus bo'lsa, onani qoni minus bo'lsa qanday zarar bor? Yoki teskarisi bo'lsa-chi? Umuman olganda bunday holatda tug'ruq mumkinmi va tug'ruq o'zi rivojlanadimi? To'g'ri savol berdingiz. Mana bu haqiqatdan ayollarda agar rezus manfiy bo'lsa, rezus manfiy degani ertraslarda rezus oqsili yo'q 15% odamlarda rezus oqsil bo'lmaydi. Shuning uchun ular rezus manfiy bo'ladi. 85% odamlarda ertraslarda qobig'ida rezus oqsil bo'lgani uchun ular rezus musbat bo'ladi. Agar ayolda rezus manfiy bo'lsa va eriniki musbat bo'lsa, birinchi homilador bo'lgan paytda bolasi rezus musbat bo'lganda bolaning qoni onaga o'tadi. Va o'tganda to'riq paytida yoki bo'yidan tushganda onaga o'tadi va shunda sensibilizatsiya deydi, ya'ni sezgirligi oshadi va bu keyingi homiladorligiga mana shu antennalar borib, ertraslar parchalab mana shu chaqaloqni sarg'lik bilan tug'ilishiga yoki bo'lmasa og'ir holatlarda shish formalari bilan tug'ilishiga sabab bo'ladi. Bu kasallikni hayotda kam uchrasa-da bu uchrab turadi va shuning uchun har bir homilador ayol homilador bo'lgandan keyin o'zini qon gruppasini aniqlash kerak. Agar rezus manfiy bo'lsa, mana shu hozir antirezus antennalar bor sotuvda, mana shulardan qabul qiladi 20 standart bo'yicha 28 haftaligida va tug'ruqdan keyin 48 soat ichida mana shu antirezus gamma globulinni qabul qilish kerakki, bu homilasiga hech narsa qilmaydi, birinchisiga. Keyingi homilasiga ta'sir qilmasligi uchun mana shu antirezus gamma globulinni olish kerak. Undan tashqari bu ayollar homiladorlik paytida antirezus antennalar oshdimi yo'qmi, shuni titrini aniqlatib turish kerak bo'ladi va shunday qilib davolanib qo'lga olishi mumkin. Lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra mana shu qon gruppasini aniqlamaganligi va tuqqanda mana shu qayta mana shu antirezus antennalar olmaganligi sababli ayol organizmi sensibilizatsiya bo'lib qolgan bo'lsa, bu keyingi masalan bolasi 6 oylik, 7 oylik bo'lib chala tug'ilishiga yoki ichida o'lib qolishiga sabab bo'lib, qayta bolalarni qo'lga olmasligiga sabab bo'lish holatlari bo'ladi. Shu narsaga e'tibor qilish kerakki, demak, birinchi homilador bo'lganda qon gruppasi rezusini aniqlash kerak va mana shu antirezus antennalarni olib, mana shunday keyingi homiladorliklari mana shunday bo'lmasligini choralarini ko'rish orqali mana shu sog'lom bolalarni qo'lga olsa bo'ladi. Endi keling, ko'pchilikni qiziqtirgan savol. Bu narsalar ijtimoiy tarmoqlarda, hayotda umuman ko'p muhokamalarga sabab bo'ladi. Turmush qurayotganda bilamiz, o'sha tibbiy chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. O'sha vaqtda qon guruhlari aniqlanadi. Ana o'shanda bolani qoni rezus musbat, qizni qoni rezus manfiy bo'lsa, bunday holatda turmush qurmaymiz deb ayrim holatlarda o'sha turmush boshlanmasdan buzilib ketish holatlari kuzatiladi. O'zi bu narsa qanchalik xavfli? Umuman olganda o'qiganmiz yoki kuzatganmiz yoki eshitganmiz, o'sha rezus manfiy bo'lgan ona qornida rezus musbat bo'lgan bola bo'lsa, ko'p holatda homiladorlik 3 oygacha letallik, ya'ni o'sha o'limga ham olib kelinishi mumkin degan hech qanaqa davom muolajani qabul qilmasa, o'lim holatiga olib keladigan fikrlarni eshitamiz va ko'p holatlarda o'sha 4-qon guruhi kam uchaydi va rezus manfiy kam uchaydi degan fikrlar hozirgacha ham ayrim oilalarda saqlanib qolgan. O'zi bu narsaga qanday qaraysiz? Rezus manfiy bilan rezus manfiy oila qurib, rezus musbat tug'ilishi ham mumkin-ku. To'g'ri. Haqiqatan bu endi u peshona, lekin aynan shu rezus manfiy bo'lganligi uchun kelin qilmaslik bu noto'g'ri, chunki birinchi homilasiga hech qanday uning ta'siri bo'lmaydi.
lekin keyingi homiladorliklarda ta'siri bo'lishi mumkin. To'yda oldin tibbiy agar rez manfiy ayol rez manfiy erkak bilan turmush qursa, ularning bolalaridan ba'zilarida rez musbat ham chiqib qolishi mumkinligi bu genetikani qonlardan bittasi, lekin chiqmasligi ham mumkin. Agar rez manfiy qon bo'lsa, u ayolda hech qanday unga qarshi antitela bo'lmaydi. Agar rez musbat bo'lsa, unda antitelalar unga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun bu narsaga ham juda e'tiborli bo'lish kerak. Demak, har bir ayol, erkak o'zining qon gruppasi va rezini bilish kerak va turmush qurayotganda shunga ham e'tibor qilsa bo'ladi. Lekin hayotda rez manfiylar sal kamroq, rez musbatlar juda ko'p bo'ladi. Lekin baribir shunday o'ziga mos xos odamlarni topib turmush qurgan ma'qul. Lekin birinchi homilasiga hattoki 3-4 marta tuqqan bo'lsa ham birorta homilasiga ta'sir qilmagan holatlarni ham ko'rganmiz. Demak, bu rez manfiyligi hech qanday oilani buzishga sabab bo'la olmaydi. Bu ham bir odamlarning har xil tushunchasiga bog'liq bo'ladi. Demak, bu narsani chuqur tibbiy tekshiruvdan o'tkazib, tavsiya qilishingiz mumkin. Rahmat, juda ham kerakli ma'lumotlarni, dolzarb ma'lumotlarni berib o'tdingiz, chunki ko'p holatda ushbu jarayonlarni biz kuzatganmiz. Endi keling, o'sha biz homilador ayol homilador bo'ldi, o'sha oilaviy poliklinikaga, oilaviy shifokorga uchrashdi. Biz uni o'sha 1-12 haftaligida ro'yxatga oldik. Ro'yxatga olgandan keyin kerakli tekshiruvlarni o'tkazdik. Kerakli tekshirib o'tganimizdan keyin o'sha 6-oy, 7-oyga kelgandan keyin ko'p 90% ayollarda siydik yo'li infeksiyasi uchraydi. Bu degani nima degani? O'sha ko'p kasal bo'ladi, o'sha buyraklar bilan muammolar bo'ladi, peshobni tez-tez ajratishi, ayrimlarda kam ajratishi, ayrimlarda o'sha uning teskarisi holatlari kuzatiladi. Ushbu jarayon juda ko'p, deyarli 90% homiladorlarda uchraydi. Ayrimlarda jarayon juda ham og'ir kechadi. Ayrim holatlarda homila tushishi, homila o'limi yoki onada yuqori tana harorati natijasida bolada turli xilda o'zgarishlar yuzaga kelishi bilan kechadi. Xo'p, shunday jarayonlar bor ekan. Bunday holatlarni oldini olish uchun yoki ushbu holatga chalinmaslik uchun nimalarni yo'lga qo'yish, nimalarga e'tibor berish lozim. Chunki bu nuqtai nazardan qarasak, anatomik nuqtai nazardan qarasak ham bu narsa tabiiy. Marhamat. Demak, homiladorliklarda umuman ayollarda siydik tizimi shunday joylashganki, juda yuzaki joylashganligi uchun ularda ayniqsa homiladorlik paytida siydik yo'llarida bo'shashishlar bo'ladi va infeksiya siydik yo'l infeksiyasini pastdan yuqoriga ko'tarilish ehtimoli yuqori bo'ladi. Bu narsani oldini olish erta aniqlash uchun albatta umumiy siydik analiz qilinadi. Agar bakteriyalar bo'ladigan bo'lsa yoki siydik infeksiyalar aniqlanadigan bo'lsa, uni vaqtida davolash choralari ko'riladi. Masalan, oddiy sistit deyiladigan bo'lsa, tez-tez siyganda achishishlar bo'ladi. Bu holatni agar vaqtida davolanmasa, ertaga bu infeksiya buyrakka, ertaga pielonefrit, ya'ni buyrak yiringli yallig'lanishga olib kelishi mumkin. Demak, har bir homilador ayollar har oyda bir marta umumiy siydik analiz qilib, agar yallig'lanish belgilari bo'lsa, buni maxsus dorilar bilan davolanish orqali bu narsa oldini olsa bo'ladi. Haqiqatan buyrak kasalliklari bo'lgan ayollarda chala tug'ish xavfi bo'lishi mumkin yoki tushish xavfi bo'lishi yoki bo'lsa buyrak kasallarni, buyrak yallig'lanish kasalligi bo'lgan ayollarda qog'noq suvini vaqtida oldin ketib qolish holatlari uchrashi mumkin. Yoki bo'lmasa tuqqan paytda, tuqqandan keyin ham qon ketish holatlari ham mana shu kasalliklarga bog'lanadi. Demak, sog'lom onadan sog'lom bola tug'iladi va ayol sog'lom bo'lsa, tug'ruq jarayoni ham me'yoriy o'tadi. Demak, o'zining sog'lig'iga e'tiborli bo'lib tursa, ayollarimiz albatta eson-omon bolalarni qo'liga olib, sog' salomat bo'lishlarini biz tilakdoshimiz. Endi keling, umuman olganda yana bir narsani biz gaplashsak. Ko'p holatda kuzatamiz. 1-3 oylikka deydi, turli xil dori-darmonlarni, antibiotiklarni olish mumkin emas degan bizda fraza bor va bu narsa haqiqatan ham to'g'ri. Nima uchun? Chunki bolada birinchi embriogenez jarayoni ketayotgan bo'ladi. U vaqtda eng kerakli organlar shakllanish bosqichida bo'ladi. Biz agar qaysidir holatga noto'g'ri ta'sir etsak, qaysidir organ rivojlanishda anomaliyalar, nuqsonlar yuzaga kelishi mumkin. Lekin vaziyat to'g'ri keladi. Onada gripp, shamollash, shu o'tkir respirator virusi bilan bog'liq kasallar yuzaga kelishi mumkin.
va bunday holatlarda biz odatda onani sog'ligini o'ylab biz o'sha onaga turli xildagi antibiotik terapiya, vitamin terapiya yoki turli xildagi kapelnisalarni qo'yib biz davolashlarni amalga oshiramiz. Lekin ko'p holatlarda farzandga hech qanday narsa qilmay sog'lom tug'iladi. Lekin biz bu narsani cheklaymiz. Bu narsani biz nima bilan bog'lashimiz mumkin? Umuman olganda o'sha kasallangan holatlarda nimalarni tabiiy holatda, tabiiy narsalardan iste'mol qilib, o'sha kasallanish jarayonlarini, immunitet ko'tarishni amalga oshirish mumkin. Haqiqatdan to'g'ri savol berdingiz. Mana homiladorlik paytida birinchi 70 kunligida mana shu bu degan 10 haftagacha homiladorlarda organlar shakllanayotgan bo'ladi. Ayniqsa bir haftalik, 2 haftalik homilador bo'lgan paytda ayolning o'zining homiladorligini bilmasligi mumkin. Bu paytda yallig'lanishga qarshi juda ko'p dorilar olgan bo'lsa, aynan o'zi homiladorligini bo'lganligini bilmagan holdagi olgan dorilar juda yomon ta'sir qiladi. Ya'ni birinchi 70 kunda. Agar 3 oy 10 haftadan oshgan bo'lsa, 3 oylik bo'lsa, undan yuqori bo'lgan ayollar ham men stramon mumkinmi, bu dori mumkinmi, bu dori mumkin emasmi deb ko'p savollar beradi, lekin 3 oylikdan keyin birinchi ayolning hayotini o'ylagan holda ko'pgina dorilarga mumkin desa bo'ladi. Ma'lum bir dorilar bor. Albatta bularning barchasini shifokor nazorati tavsiyasi bo'yicha. Chunki ba'zi antibiotiklar bor, quloq eshitmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Ular ko'p berganda masalan. Shu narsalarni oldini olish uchun shifokor nazoratida albatta davolanish kerak. Lekin mana shu har qanday davolar mumkin, faqat shu 1 haftalik, 2 haftalik, 3 haftalik homilador bo'lgan paytda dorilar yomon ta'sir qiladi. Hattoki nogiron qilib tashlaydigan dorilar ham hamma homiladorlarga emas, 100 ta homiladordan 20 tasini nogiron qilsa, bu juda yuqori xavfdagi dori hisoblanadi. Unday dorilar juda kam. Shuning uchun homiladorlar ham odam, ular ham tishini davolashga haqqi bor, gripp bo'lganda davolanishga haqqi bor, ichi ketsa davolanishga haqqi bor. Albatta doktor maslahati bilan ham har qanday paytda davolanish mumkin. Lekin homilador bo'ldi, hech qanday ukol olish mumkin emas, tabletka ichish mumkin emas degan narsa bu noto'g'ri. Bu bo'yicha ham mutaxassislardan maslahatlashib davolarni olsa bo'ladi. Rahmat, juda ham kerakli ma'lumotlarni, tavsiyalarni berib o'tyapsiz. Endi keling. Juda ham agar e'tibor bilan eshitgan bo'lsa, eng informativ, juda ham kerakli tavsiyalarga boy ko'rsatuv bo'ldi. Lekin siz yana o'zingizni tajribangizdan kelib chiqib, o'zingizni har qanday holatda turli xil kasalliklardan ishlab chiqqan holatingizdan kelib chiqib, kasalliklarga chalinmaslik, o'sha yuqorida sanab o'tgan xavf omillariga birinchi navbat yuzaga keltirmaslik. Xo'p, yuzaga keltirganda undan to'g'ri chiqib ketish bo'yicha tavsiyalaringiz bilan o'rtoqlashsangiz. Demak, biz mana shu ko'rsatuvimizdan, mana chiqishimizdan maqsadimiz, demak, homiladorlik paytida xavfli belgilarni aholiga tushuntirish. Undan tashqari, tug'ruqxonaga kelganda hamma ayollar tug'ib, o'z bolasini sog'lom olib ketishini tarafdorimiz va buning uchun yana bitta muammo bu yerda bor. Bu qon xizmati hisoblanadi. Qon xizmati chunki tug'ruqxona bor, albatta tuqqandan keyin qon ketib qolish holatlari bo'ladi yoki yangi yuqorida aytgandek yo'llash vaqti oldin ko'chib ketganda operatsiya bo'lsa, unga qon quyishga to'g'ri kelib qoladi. Lekin qon muammo bo'lmasligi uchun bu qon zavodda ishlab chiqarilmaydi. Uni qandaydir odamlar qon topshirishi kerak. Shuning uchun kim homilador bo'lsa, xotini o'zi 500 gram qon topshirsa, uni hech qanday sog'liqqa zarari yo'q. 1 yilda bir marta topshirsa, uni bitta sizni qoningiz boshqalarni hayotini saqlab qolishi mumkin. Masalan, biz doktor sifatida o'zimiz ham har yili bir martadan 500 gramdan qon topshiramiz. Bu sizni qoningiz qaysidir bir ayolning hayotini saqlab qolishi mumkin. Lekin bu tizimda ham mana shu qon quyish bo'limi deyiladi. Monopoliya, mana Sovet davridan kelgan monopoliya tashkilot. Buni ham mana raqobatni kuchaytirish, qandaydir bir boshqa variantlarini outsourcing qilibmi, davlat tashkiloti boshqa joylarda ham mana shuni rivojlantirish kerakki, chunki qon quyish xizmatida ham masalan beg'araz donorlik bor, lekin beg'araz donor qon olish qiyin masala. Har qanday qon olganda joyiga qon topshir deydi. Har bir kishi qon olsa, joyiga qon topshirsa, qon olsa, joyiga qon topshirsa, qon to'lib ketishga zapas. Lekin afsuski, kechasi 1-2 da operatsiya qilasiz, boshqa qilasiz, qon topilmaydi. Qon yo'qligidan siz yaxshi operatsiya qilsangiz ham ayolni yuragi ishlamay qolishi mumkin, ertaga hayoti
juda xavf ostiga qolishi mumkin, lekin qon zaxirasi yo'qligi bo'yicha e'tiborni kuchaytirish kerak. Ham xalq tomonidan, ham tibbiyot rahbariyat tomonidan qon zaxirasiga juda katta e'tibor qilish kerakki, mana shu bitta, masalan, yosh doktor ginekolog bo'ldi, operatsiya qilyapti tug'ruqxonada, boshqa bitta og'ir holat sodir bo'lsa, bu shu sohani tashlab ketishiga olib kelishi mumkin. Shu narsa bo'lmasligi uchun uni ishlashi uchun hamma sharoitlarni, mana qon zaxiralarini ham qilib qo'yish kerakki, bu yaxshi yordam ko'rsatsin, ertaga yuzi yorug' bo'lsin, xalq oldida, rahbariyat oldida ham yuzi yorug' bo'lsin. Oddiy qon yo'qligi ham bu muammoni kuchaytirishi mumkin. Buning uchun mana shu har bir kishi xotini homilador bo'lganda 500 gram qon topshirishini biz tavsiya qilamiz. Rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, aziz vahodoshlar, bugungi mavzumiz aynan homiladorlik, uni to'g'ri tashkil etish, xavf omillari yuzaga kelganda to'g'ri yo'l tutib, xavf omillaridan chiqib ketish va umuman olganda xavf omillarini yuzaga keltirmaslik to'g'risida atroflicha ma'lumotlar, takliflar berib o'tildi. Agarda bugungi mavzu yuzasidan sizlarga yetkazgan ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, biz bundan juda ham xursandmiz. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.